Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati xodimi Kataliniy Choriyeva. Siz yo'l harakati qoidalarining 96-bandini buzib, ya'ni chorrahada burilayotgan vaqtingizda piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga yo'l bermasdan harakatlanib kelyapsiz. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qiling. Hop, komandir, qanday qilib isbotlaysiz buni? Hurmatli haydovchi, sizni sodir etgan qoidabuzarligingizni men vizual kuzatuv asosida aniqladim. Endi vizual ko'rsatuv unaqa narsa bo'lmaydi aka. Mana bodi kamerami nima, shu bilan avval isbotlaysiz. Undan keyin men hujjat taqdim etaman. Ungacha taqdim etmayman. Men hozir videoga olyapman. Yerda bir internetda zvezda bo'lib ketibdi. O'zingiz tomosha qilib o'tirmang. Avval isbotlang meni qoida buzganim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qaroriga asosan yo'l patrul xizmati xodimi vizual kuzatuv asosida qoidabuzarlik sodir etilganini aniqlagan taqdirda haydovchini to'xtatadi va bu haqda unga tushuncha beradi. Va haydovchiga ushbu sodir etgan qoidabuzarlik yuzasidan choralar ko'radi. Ya'ni ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi. Aytgancha, yo'l patrul xizmati inspektorlariga biriktirilgan video jetonlar yo'l harakati qoidabuzarliklarini qayd etuvchi yoki aniqlovchi moslama emas, balki yo'l harakati ishtirokchilari hamda yo'l patrul xizmati xodimlari orasidagi o'zaro muloqot jarayonini tasvirga olish uchun mo'ljallangan.